Assalomu alaykum, qadrdonlar. Xayrli, sevgili onlar hammaga. Mani ovozim eshitilyaptimi? Yozib yuboringlar chat guruhiga, iltimos. Baxtiniso Bayirovna. Assalomu alaykum, ha deb yozibdilar, rahmat. Iltimos, aktiv bo'lib turinglar. Assalomu alaykum, Zilola Xudoyorovna. Sizni ancha bo'ldi siz bilan ko'rishmaganimga. Xursandman bo'lgan, his qilib turganimdan. Man ham xursandman, rahmat. Xo'p, bugun biz sizlar bilan Akashik xotirasi haqida gaplashamiz. Hozir 1 minut, mana bitta zapis tekshirib olay. Zapis ketyapti. Hammasi yaxshi. Xayrli mo'jizaviy onlar yana bir bor. Barchangizni sevgi olamida, sevgi maydonida, sevgi platformasida his qilib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan yangi mavzu, hali menimcha bu mavzular haqida hech qayerda eshitmagansizlar. Men buni o'zi yopiq guruhlarda bermoqchi edim, lekin bu mavzuni hamma bilishi kerak degan his keldida menda va bugun shuning uchun siz azizlar bilan birgalikda mana shu chatda uchrashib shu haqida ma'lumot bergim keldi. Akashik xotira. U nima? Bizga nima uchun bu xotiralar kerak? Hozir shular haqida bilib olamiz va his tuyg'ularimiz orqali biz u yuqoridagi olamlarga ulanamiz. Endi qarang, biz ko'pchiligimiz Xronika Akashi kutubxonalari haqida eshitganmiz. To'g'rimi? Xronika Akashi haqida eshitganmisizlar? Yozib yuboringlar menga. Chat guruhini qo'yib qo'ydim. Bemalol chat guruhiga o'tib yozishlaring mumkin. Men eshitganman. Xronika Akashi. Buni judayam ko'pchilik biladi. Qaralxa eshitganman. Aha, yaxshi. Chat guruhimizni ham qo'yib qo'ydim. Bemalol o'tib borishlaring mumkin. Xronika Akashi. Men hozir Xronika Akashi haqida qisqa gapirib o'tmoqchiman. Xronika Akashi bu yuqoridagi borliqdagi kutubxona, ya'ni biblioteka. Xronika Akashida biz necha marotaba bu hayotga kelgan bo'lsak, butun insoniyatni hammani u joyda tarixi turadi, xotirasi turadi, ya'ni kitoblar turadi. Aynan bizani yerimizda bibliotekalar bor bo'lganidek, Xronika Akashida ham aynan bizani bibliotekamiz hisoblanadi, Xronika Akashi. O'zi Xronika Akashi qanaqa so'zdan olingan? Bu Akash osmon, efir, ya'ni yuqoridagi osmon, efirlar, ilohiy makon, Akasha so'zi. Xronika esa bosqichma-bosqich yozilgan tarixiy qayd. Akashi, Xronika Akashida
ezoterik nazariyada butun koinot voqealari, fikrlar, his-tuyg'ular va niyatlarning hamma maydonlari saqlanadi. Ya'ni keng qamrovli jahon xotirasi hisoblanadi. U joyda ruhiy olam bo'ladi, Xronika Akashida. Ya'ni biz qancha bu hayotga kelgan bo'lsak, hamma narsa kodlangan holatda joyda turadi. Aynan Xronika Akashiga o'xshagan yana bir biblioteka bor. Ular bir-biri judayam akashik xotira, ya'ni Akasha yozuvlari. Bu akashik yozuvlari butun olamdagi barcha voqea, fikr, his-tuyg'u, tajriba, energetik axborot maydon saqlanadigan joy hisoblanadi. Bu ya'ni Akasha yozuvlari, Akasha xotirasi ko'plab ezoterik, ruhiy oqimlarda muhim o'rin egallaydi. Ya'ni ezoterikada muhim o'rin egallaydi. Lekin bu Akasha yozuvlarini ilmiy asosda tasdiqlanmagan. Akasha so'zi, qaytaraman, sanskrit, ya'ni sanskrit tilidan olingan bo'lib, osmon, efir yoki ilohiy makon degan joy degan ma'noni anglatadi. Akasha yozuvlarni butun mavjudot tarixi, hozirgi va kelajakdagi yozilgan bu yoki ko'rinmas kutubxona. Biz u kutubxonani ko'zimiz bilan ko'rmaymiz, shunchaki his qilamiz. Biz bu maydonga qanaqa kirishimiz mumkin? Bunga aynan mana bu ezoterik ustozlar meditatsiya holatda yoki tushlarimizda biz trans holatida bo'lamiz-ku, uchib qolamiz-ku, trans holatda, miya uchgan holat bo'ladi. O'sha paytlarda biz o'sha joyga kirishimiz mumkin, ya'ni energetik tomonlama. Biz nima uchun aynan bu bilimlarga qiziqamiz? Sababi o'zimiz ruhiy, o'zimiz bilan bo'lgan ruhiy ilmiy faktlarni bilgimiz keladi. O'tgan hayotimiz haqida ma'lumotlar olgimiz keladi. Bizga beriladigan muammolarni sababini chuqurroq tushungimiz keladi. Ichki uyg'onish, ruhiy o'sish uchun biz mana shu akashik xotiraga ulanishimiz muhim. Agar hozir tayyor bo'lsangiz, biz akashik xotiraga ulanamiz. Faqatgina siz ishonch bilan man aytgan holatga, trans holatga tushishingiz kerak. Aynan siz akashik xotiraga ulanishingiz degani bu o'zingizni ruhingizni yo'lida o'sish uchun qadam tashlashingiz. Biz amaliy mashqlar, meditatsiyalar yoki diqqatimizni jamlab mana shu akashik xotiraga ulanishimiz mumkin. Tayyor bo'lsangiz, biz ulanamiz. Men hozir muzikani o'zgartiraman. Menimcha muzika sizga eshitilmayotgan bo'lishi ham mumkin. Tayyormiz deb yozib yuborsangiz, boshlaymiz endi. Ulanishga tayyorman. Akashik xotirasi bibliotekasiga ulanishga tayyorman deb yozib yuboring, biz boshlaymiz endi.
har qanday ruhiy harakat bu niyat bilan niyat qiling. Faqat ishonch bilan hamma narsani hozir birga bajaramiz. Judayam kuchli akash xotiraga ulanamiz ishonch bilan. Niyat qiling. Aytishingiz mumkin, sizga hozirgi paytda sog'liq muhimdir. Sog'lig'ingizni tiklash uchun men niyat qildim. Men ko'p sayohatlarga chiqishimda niyat qildim. Shu yuqori borliqqa ulangan holatda. Ko'p pullar topishga niyat qildim. Yangi uylarda yashashga niyat qildim. Yangi avtomobil haydashga niyat qildim. Просто так shunchaki niyat qiling, bu o'zimiz uchun. O'zimizni energiyamiz uchun kerak. Niyatingizni yaxshilab aytib oling. Niyatingizni xohlasangiz chat guruhiga yozishingiz ham mumkin. Men o'qib boraman. Chunki har bir niyatimizni biz ko'rsatib yuborsak, borliq bizani ko'radi, borliq bizani tushunadi. Men akashik yozuvlariga eng oliy niyat bilan o'zimga va boshqalarga foyda keltirish uchun ulanmoqchiman. Qaytaring. Men akashik men akashik yozuvlariga eng ilohiy niyat bilan o'zimga va boshqalarga foyda keltirish uchun ulanmoqchiman. Xohlasangiz ko'zingizni yumib oling. Xohlasangiz his qilyapsiz ochiq. Lekin yumib olsangiz bu judayam foydali, chunki his qilishimiz osonroq bo'ladi. Kiyimlaringiz yengil, позвоночникni, ya'ni umurtqani tik holatda tutib olasiz. Mana shu tik holatda o'tiringda ko'zingizni yumib oling. Nafas oling va nafas chiqaring. Nafas oling, nafas chiqaring. Nafas olamiz va nafas chiqaramiz. Men akashik yozuvlarga ulanishga tayyorman. Iltimos, menga kerakli ma'lumotni ravshan, tushunarli va xavfsiz tarzda oching. Ko'z oldingizga tasvirlar, so'zlar, hislar, tovushlar paydo bo'lsin. Ularni qabul qiling. O'zingizni bo'sh qo'ying. Hozir hech narsani o'ylamang. Faqat akashik xotirasiga ulanamiz. Akashik yozuvlarimiz bilan ulanamiz. Ayting ichingizda yoki ovoz chiqarib, men bu hayotda nima uchun keldim? Javoblar sizga kelishdi boshladi. Akashik xotiraga ulandingiz. Umuman boshqa olamda, boshqa dunyoga o'tib ketgansiz hozir. Siz hozir yerda emassiz. Men bu hayotga nima uchun sizga javoblar kelishdi boshladi. Seni missiyan judayam yuqori. Sen insonlarga ezgu amallar qilish uchun kelgansan. Yoki qaysidir iqtidoringni ochish uchun kelgansan. Balki chiroyli ovozingiz bilan insonlarga chiroyli qo'shiqlar aytib berish uchun kelgandirsiz. Javoblarni qabul qilavering. Men qanday kuchli tomonlarga egaman? Keyingi savolni bering. Akashik yozuvlari xotirasi shunaqangi yaltiroq
energetika maydonli joy, atrofingizda faqat yaltiroq nurni ko'rishingiz mumkin. U joyga siz tushib qoldingiz va u joyda shunday kitoblar bor, lekin u kitoblar yerga doir bo'lmagan kitoblar. Umuman boshqacha kitoblarni siz qo'lingizga olib o'qishingiz mumkin. Unda butunlay sizni hayotingiz, bu hayotga necha marta kelganingiz, hammasi shunaqangi chiroyli tartibda yozib qo'yilgan. Va savol berishda davom eting. Men bu hayotga nima uchun keldim? O'tgan hayotimda qanday tajribalarim bo'lgan? Kelgan fikr, his, nima bo'lsa hammasini yozib olishingiz ham mumkin. Tushunarsiz holatlar. Yuragingizda atrofga nisbatan iliq nur paydo bo'layotganini tasavvur qiling. Bu nur asta-sekin butun taningizni yoritmoqda. Bu nur sizni himoya qilmoqda. Sizni butunlay aurangizni ishonchga to'ldirmoqda. Va yana qaytadan ayting. Men yuragim va ongim orqali akashik yozuvlariga ulanishga tayyorman. Men eng oliy haqiqatga ochiqman. Meni vazifalarim nima? Meni ruhimni vazifasi nima? Nima holatlar bo'layotgan bo'lsa, his qilib ketavering. Men ruhimni tushunishga roziman. Hozir siz tasavvur qiling. Yulduzlar orasida suzayotgan yengil nurli mavjudotsiz. Uzoqda bir ulkan yaltiroq kutubxona. U kutubxona sizni kutmoqda. Unga yaqinlashayapsiz. Unga borgan sari yuragingizda qanaqadir bir iliqlik paydo bo'lmoqda. Ha, to'g'ri, bu Akasha kutubxonasi. Siz eshik oldida turibsiz. Eshik ochildi. Ichkariga kirganingizda sizni bir nurli yo'l kutib oladi. U sizga xotirjamlik bilan bosh ilg'aydi. O'sha yo'l sizni kerakli joyga olib boradi. Bir sokin maskanni tanlang Akasha xotirasida. Yana o'sha qayta savollaringizni bering. Men bu hayotda nima uchun keldim? Sizni qandaydir katta missiyaz borki, aynan siz bu hayotdasiz hozir. Umuman ikkilanish, ishonchsizlik ochilib ketmasin. Ruhimni topshirig'i nima? Jim turing, javobni his qiling. Ularni rad etmang. Shuncha payt rad etib yashadingiz. Qabul qiling. Qabul qiling. Qanaqa olgan bo'lsangiz, Akashadan chiqishingiz mumkin. Akashada kerakli hamma ma'lumotlar sizni miyangizga o'tkazib berildi. Oldingi karma hayotingiz, nima sababdan hozir siz hozirgi muammolarga duch kelgansiz? Ularni ham sizni miyangizga o'tkazib berishdi. Xavotir olmang. Bu sizni tushlaringiz orqali namoyon bo'lishi mumkin. Yoki ertaga o'zidan o'zi ichingizdan qanaqadir fikrlar kelib qolishi mumkin. Bu hayotdagi missiyasi, ruhingizni hayotini, oldingi hayotda tugallanmagan savollaringiz.
Faqat shu narsa bilan yashab tursangiz, hamma narsa sizga ochib beriladi. His qiling, oldingi hayotda nima sababdan karma savollaringiz ochiq qolgan. Qaysi karma savollaringiz, qaysi qilgan gunohlaringiz uchun, ya'ni gunoh mavjud emas, tushunarli bo'lish uchun. Qaysi tugallamagan savollaringiz uchun hozir shu yerda javob berayapsiz. Isbotlash ongida. Kimga nimani isbotlash uchun kelgansiz bunga? Hammasini birma-bir his qiling. Karma yo'lingiz hozir birma-bir karma hayot. Bu aynan hozir sizga eng og'riq beradigan insonlar, og'riq beradigan munosabatlar, og'riq beradigan hayot, qiyinchilik hayot, karma. Nima sababdan siz aynan hozirgi karma hayotda yashayapsiz? Nima sababdan aynan qaynonangiz, turmush o'rtog'ingiz, sevgan insoningiz, farzandlaringiz sizni og'riq nuqtangiz? Ular sizni yoningizda. Sizni qiynash uchun turaveradi, toki siz anglab, his qilib uni hal qila olmagunizcha. Mayli, hozir hech narsa javob kelmagandi, lekin siz Akasha xotirasi orqali qanchadan qancha savollaringizni yopishni boshladi. Sizga yordam berishyapti. Chunki butun Akasha hozir oyoqqa turdi. Sizni butunlay tozalash uchun, sizni yangi o'lchamga, yangi yengil hayotga o'tkazish uchun butun Akashaga bosh eging, butun Akashaga minnatdor, tashakkur bo'ling. Yaltiroq sariq nurni ustingizdan o'tkazishni boshlang. Jimjimador sariq nur. Mani hamma karma hayotim, mani pulsizlik hayotim. O'sha insonlar bilan kelisholmayapsiz. O'sha insonlar ismini aytib, o'sha insonlar bilan og'ir munosabat hayotim, qiyinchilik hayotim. Hammasi tugatilinsin. Akasiga, Akasha bibliotekasiga yangi ongda menga xotira yozilsin. Ya'niki siz yaxshi hayotda o'tgan xotirani Akashaga yozayapsiz. Qo'lingizda kitob va xayollaringiz orqali o'sha kitobga qanaqa hayot xohlayapsiz? Hozir davay kelinglar birgalashib o'sha hayotimizni yozamiz. Akasha xotirasiga ichingizdan his-tuyg'uni o'ylayverasiz, ular avtomatik tarzda kitobga yozilaveradi. Chunki yuqori olamlar, yuqori galaktikada biz faqat energiya bilan, nur bilan ishlaymiz. Davayki o'tkazishni boshlaymiz. Ongingiz bilan davay o'tkazishni boshlaymiz. Akasha xotirasidagi bitta kitob sizni qo'lingizda bibliotekada, zarli chiroyli kitobga ko'zlaringiz orqali yangi yozasiz. Man izabelniy hayotga, sirobgar, to'kin sochin hayotga tayyorligimni bugun e'lon qilaman. Yaxshi munosabatlar, yaxshi hayotda, chiroyli uylarda, o'zim xohlagan avtomashinalarda bo'lishimni tanlov qilaman. Mani yonimda mani tushunadigan insonlar hammasi mavjud. Ular men bilan birga. Man hozir butunlay abadiy, cheksiz ilohiy nurga to'ldim. Man butun olamlarim
Shibeliya olamlarida siz kitobga yangi hayotingizni yozishni boshlayapsiz. Kitob hamma narsani magnit qilib, sizdagi yaxshi his-tuyg'ularni o'ziga yozib olayapti. Yana nima xohlaysiz? Kitobga o'zingiz xohishlaringizni aytavering. Jamiki dunyodagi yaxshi narsalar hammasi mani olamimda ochib berilinsin. Hamma har joyda sochilib ketgan mani hislarim, tuyg'ularim, bilimlarim, boyliklarim hammasi hozir shu nuqtaga yig'ilsin va kitobga o'tkazilinsin. Men cheksizlikda yashayotgan ilohiy ruhman. Va kitobni kerakli joyga joylashtiring. Kitobga bilasizmi, oddiy kalit so'zlar siz uchun bo'sh vaqtingizda yoki qimmat bilan shug'ullanayotgan paytingizda umuman farqi yo'q. His qila olsangiz, yaxshi pozitiv energiyalarni Akasha xotirasidagi bibliotekada kitoblarga yozaverasiz. Ya'niki men Akasha xotirasiga, Akasha bibliotekasiga ulanaman. Ulandingiz, bo'ldi, aytdingiz, уже ulanasiz va o'sha joyga kirib borib, yaltiroq nurli kitobni olib, kitobga o'zingiz yangi hayotingizni yozasiz. Siz yangi hayotni yozgan paytingizda hammasi o'sha to'lqinga ulanadi, ya'ni o'sha kitobga kiradi. U kitob sizni sahifangiz yozganidan keyin o'sha narsa sizni hayotingizda amalga oshishni boshlaydi. Faqatgina ixlos qilib, faqatgina ishonch bilan yozasiz. Endi sekin kutubxonadan chiqing, xayrlashing hamma bilan. Istagan paytingizda qaytishingiz mumkin. Taningizni his qiling, barmoqlaringizni va yana davom etamiz. Hozir bizda juda kuchli energiyalarga to'lgan paytimiz. Chunki biz butunlay portalda Akasha portalini ochdik. Endi boylik energiyasiga ulanamiz. Bu faqat moddiy ne'matlar emas, balki ichki farovonlik, ishonch, qabul qilish, shu oqimga kirish. Boylik energiyasiga ulanamiz. Boylik energiyasi. Taningizni bo'sh qo'ying. Yana nafas olib, nafas chiqaring. Nafas chiqarayotganingizda barcha tashvish va og'irliklar taningizni tark etayotganligini his qiling. Chunki tana nafas chiqarib, ichidagi negativ emotsiyalarini nafas orqali chiqarib yuborishi mumkin. Buni qilishingiz mumkin ko'z yoshlaringizni chiqargan holatda ham. Taningiz yengillashmoqda, yuragingiz sokinlashmoqda. Endi tasavvur qiling. Sizni tepangizda quyosh porlayotgan, oltin nurli bir o'rmondasiz. Bu o'rmon boylik energiya maydoni. Atrofingizda tabiat gullab yashnamoqda. Yaproqlar, havo, boylik hammasi sizni atrofingizda titramoqda. Siz yurib borayotgan yo'l oltindan yasalgan. Har bir qadamingizda yuragingizda quvonch, ishonch va minnatdorchilik hissi kuchaymoqda. Boylik energiyasi sizni o'rab olmoqda. Va ichingizda xohlasangiz ovozingiz bilan ayting. Men boylikni sevaman va uni qabul qilaman.
Boylik menga erkin, quvonchli va barakali yo'llar bilan oqib kelmoqda. Men farovonlik tebranishiga uyg'unman. Endi tasavvur qiling, boshingiz tepasida oltin yorqin nur tushib kelmoqda. U nur boshingizga tegdi, peshonangizga urildi, yuragingizga urilib o'tib ketdi u nur. Butun tanaga yoyildi. Bu nur aynan o'sha siz kutgan boylik energiyasining toza manbai. U sizni to'ldirmoqda, u eski bloklarni yuvmoqda. Pulga loyiq emasman degan fikr, boylik yomon degan e'tiqod, pul faqat boshqalarda bor degan illyuziya, hammasi nur ichida erib ketmoqda. Endi yuragingizga quyidagilarni his qildiring. Man boylik manbai bilan birlashdim. Man ochiqlikdaman. Man qabul qilaman. Man boylikni yarataman. Hammasini ichingizga yuting. Farovonlik maydonida, boylik maydonida bu oqimni yengillik bilan, yumshoqlikda his qiling. Har kuni o'zingiz uchun bu judayam zo'r ishlaydi. Daftar tutasiz va daftarga 3 ta minnatdorchilik yozasiz. Masalan, har kuni yozib borasiz. Bu qiyin emas. Bugun sog'lomman. Rahmat. Menga kelayotgan pul uchun rahmat. Men bugun chiroyli shinam restoranda ovqatlandim. Rahmat. Minnatdorman. Mana shu o'zi bir kunda yetadi. Ongingizni boylikka, yaxshi narsalarga dasturlaganingiz, boylik energiyalanishingiz, minnatdorchilik oqimini his qilishingiz muhimligi uchun bu narsani yozasiz. Bundan tashqari yana yozishingiz mumkin. Men boyman. Chunki sabab ko'rsatasiz. Sevgilim bor, oilam bor, meni sog'lig'im bor, ko'zlarim bor, ko'rayotgan. Siz qanchalik ko'p minnatdor bo'lsangiz, olamdan, atrofdan, bu ichingizdagi yaratuvchidan, ya'ni o'zingizdan minnatdor bo'lgan bo'lasiz. Davom etamiz. Kuchli kirib boryapmiz. Hammamiz ishlayapmiz. Hozir zo'r ishlayapmiz. Endi biz his-tuyg'ularimiz bilan o'tgan hayotni ko'rishga yana harakat qilamiz. Nafas oling, nafas chiqaring. E'tibor beryapsizmi? Judayam ko'p narsalar bilan ishlayapmiz. Tanani bo'shashtiramiz. Ong tinchlanmoqda. Atrofingiz sokinlik va himoya nurini his qiling. Sizni nur himoya qilsin. Endi yuragingiz atrofida oq nurli aylanani tasavvur qiling. Bu nur sizni o'rab olmoqda. U sizni himoya qilmoqda. Siz mana shu
oq nurga o'ranib olsangiz, u hamma xavfdan sizni himoya qiladi. Hozir qarshingizda ekran, siz himoya nuridasiz. Sizni hech narsa hozir bezovta qilmayapti. Men o'tmish xotiralarimni ko'rishga tayyorman. Men haqiqatga ochiqman. O'zim haqimdagi chuqur bilimlarni qabul qilaman. Endi tasavvurlar bilan ishlashda davom etamiz. Bir eski yog'ochli eshik oldidasiz. Bu sizni o'tgan hayotingizga kirish eshigi. Eshik ochildi. Siz ichkariga kirdingiz. Tasavvur bilan ishlaymiz. To'g'ri yo'l bo'ylab yurdingiz. Uzoqdagi nurga yaqinlashyapsiz. Endi u nur ichidan bir tasvir paydo bo'lmoqda. Bu tasvir sizni o'tgan hayotingizdan bir lahza. Kuzating. Nima ko'ryapsiz? Qanday libosda ekansiz? Ayolmisiz yoki erkakmisiz? Qayerdasiz? Men hozir o'zimni qanaqa tasavvur keldi menga bilasizlarmi? Taqinchoqlar taqilgan, qo'llari uzun kiyim, boshimda qanaqadir uzun bir nimalardir, chiroyli bir eski o'tmishdagi bir ayol obrazi keldi menga. Atrofimda ayollar, kanizaklar, sizda nima bor? Siz kim bo'lgansiz? Erkakmi, ayolmi? Qayerdasiz? Men hozir o'zimni qayerdaligimni, hayotimni bir lahzasini ko'ra oldim. Ichingizda qanday his bor? Siz bu tasvirlarni ko'ribgina qolmasdan tasavvur ham qila olasiz. Endi o'sha hayotda sizni darsingiz nima? Nimalarni tushunishingiz kerak edi? Mani hayotimda, aynan o'sha hayotimga hozir borganimda, qaysidir bir qanaqadir bir erkak bilan men qattiq aytishyapman, urushayapman. Menda shu narsalar o'tyapti. Uni judayam yomon ko'rib ketyapman. Unga nisbatan nafratim ko'tarilib ketyapti, aynan o'sha hayotimda. U meni hozir urdi va men shu orqali erkaklarga nisbatan yomon ko'rish his-tuyg'usi menda o'sha paytda boshlangan. Erkaklarni yomon ko'rib qolganman. Demakki, menda hozirgi hayotimda ma'lum bir savollari erkaklar bilan ekan. Men unga juda intilganman, u erkakka, va u boshqa iloj bo'lmagandan keyin meni kaltakladi, janjallashdim. Unga nisbatan og'riq his qildim va uni juda ham yomon ko'rib qoldim. Men erkaklarni bilan savolim tugamagan. Siz o'zingizni darsingizni ko'ring. Nimalarni tushunishingiz kerak? O'sha hozir ko'rayotgan hayotda qanday xatolaringiz bo'lgan yoki qanday qudratli qobiliyatlaringiz ham bo'lgan. Jim turing, kuzating, his qiling. Tasvir sekinlashmoqda.
Nima uchun shunchalik erkaklarni yomon ko'rish, g'azab, ularni gapini yomon ko'rish, qabul qilolmaslik, ular bilan tortishish. Shuncha narsani men hozir ko'rib oldim. Sizda nima bilan bog'liq? Farzand bilanmi? Qaynona, kasallik, nima bilan hayotingiz, nima darslaringiz? Hamma har xil hayotda uchib yuribdi. Hozir men diqqat bilan eshitadigan insonlar, nurli yulduzlarimiz hammasi boshqa on planeta o'lchamlarida o'sha hayotlarida, oldingi hayotlarida. Hozirgi ko'rganim hayotimda menga nima o'rgatmoqda? O'tgan hayotimdagi har bir darslarimni qabul qilaman, tan olaman, qalbimdan joy beraman. Bu hayotimga ko'tarib kelgan hamma karma darslarimni sevgida qabul qilaman, tan olaman, qalbimdan joy beraman. Har bitta meni qiynab kelgan karmический savollarim mani nug'im orqali hammasi tozalanib ketyapti. Siz ishoning, tozalang, ilohiy elektr nurida tozalab tashlang. Biz tozalamasak, u savollarni hal qilolmaymiz. Hozir ayting, eng zo'r samarali usul ayting, men barcha eski karmik iplardan ozod bo'lishga tayyorman. Bosh ustingizdan oppoq nur tushayotgan tasavvur qiling. U butun tanangizni yuvib, har bir og'riqlarni, hamma ortiqcha og'riqlarni, yuklarni olib tashlayapti. Kimni kechirolmagan bo'lsangiz, hammasini kechirdim va ozod etdim. Rahmat. Men ozodman. Tillaringizni yurak ustiga qo'ying va yana qaytadan ayting. Rahmat. Men ozodman. Men butun mavjudligimni toza oq nurga to'ldirishga tayyorman. Tasavvur qiling, boshingiz ustida toza oq nur yog'ilib tushmoqda. Bu nur suyuq kumushdek teringizga tegadi. Har bir joyida a'zoyingizni yuvib tozalaydi. Oq nur sizni boshingiz, bo'yningiz, yelkalaringiz, ko'kraklaringiz va butun tanangiz bo'ylab asta-sekin pastga qarab oqizib kelmoqda.
Nafas chiqaring, nafas oling. Yana o'sha nafas chiqarayotgan paytingizda negativlik, charchoq, streslar sizni kutayotganligini his qiling. Butun tana oq nur bilan qoplangan. Bu nur mustahkam shisha yoki ipak pardaga o'xshaydi. Shu bilan bu shu darajada tozalab yuringki, sizni ichingizga hech qanaqa negativ energiyalar kirmasin. Qo'llaringizni yurak markaziga qo'ying va past ovozda yoki ovozingizni ichingizda ayting: "Man tozalandim. Man himoyalandim. Man markazdaman." Butunlay tozalanish tanada. Abadiy tozalanish. Endi asta qaytishingiz mumkin. Taningizni his qiling, yuragingizni his qiling. Judayam ko'p narsa ustida ishladik bugun. Buni qaytadan zapiska eshiting. Ko'p hayotlaringiz ko'z oldingizdan o'tishni boshlaydi. Biz savollarimiz bilan qanday ishlaymiz? Savollar bilan xuddi hozirgidek nurlarimiz orqali ishlaymiz. Biz o'rganganmiz. Ko'zimiz bilan ko'rgan narsalarni his qilishga. Lekin hozir biz umuman boshqa energiya o'lchamida ishladik. Boylik energiyasiga ulandik. Undan tashqari yuqoridagi akashik xotiraga ulandik. Karma hayotlarimizni tozaladik. Qaysi savollarimiz ustida ishlashimiz kerakligini bildik. Shu orqali biz tozalanamiz. Siz xuddi shu vazifalarni bajarib отказ qilasiz-ku mana bu qiyinchilik, karma onlarini va ishga tushirasiz-ku toza, tinch hayotda. Shundagina on ishlashni boshlaydi. Sizni o'zingizdan nimanidir bilmaysiz, nima uchundir harakat qilmaysiz, o'zgarmaydi. Siz boshqalar bilan o'zingizni solishtirmang. Aytishingiz mumkin, hech qanaqa psixologiyani bilmagan insonlar boy, maza qilib yashaydi. Bilasizmi, ularda siz bilmagan qanaqadir og'riqli hayotlari bor. Sizda balki yo'qdir hozir o'zingiz xohlagan boy hayot. Lekin juda katta savollarni hal qilishingiz bor. Ya'niki kimki ruhiyati bilan qancha ko'p ishlab, xuddi hozirgi holatga tushib ishlasa ko'p narsani yo'qotib tashlaydi. Bu degani ko'p savollarni tugatib tashlaydi shu hayotida. Shu orqali yangi olamga qadam qo'yadi. Biz Akashik xotirasi bibliotekasiga yangi kitobga, yangi sarlavhalarni yozganda aynan o'sha orqali bizani hayot spiralimiz aylanadi. Diqqatlik bilan hamma narsani bajaring. Sizni qaysi savol qiynayapti? O'sha savolingiz bilan uyg'unlikda javob qidiring.
ko'pchiligimiz Merkaba bilan ishlaymiz. Merkaba nimaligini bilamiz. Merkaba mer yorug'lik, ka ruh, ba tana. Birgalikda yorug'lik, ruh, tana degan ma'noni bildiradi. Merkaba. U to'rtburchak piramidalarning tepa va tagidan uchlari kesishgan holda yurak markazida birlashadi. Aynan biz Merkaba orqali yuqori piramida ruhiy olamdan nur qabul qilamiz. Biz yuqori olamdan nur qabul qilamiz. Bu pastki piramida bu nurni, ya'ni biz pastda yerda-ku biz. Bu nurni jismoniy tanaga va yerga uzatadi. Siz yuqori Merkabadan yordam olasiz, uni chaqirasiz, uni nuridan foydalanasiz. U bizani tanamizga, yerga uzatadi va bizani tanamiz bilan birgalikda u o'zida maydon hosil qiladi. Bizani ruhiy ko'tarilishimizga yordam beradi. Hozir biz Merkaba bilan ulanamiz. Qanaqa ulanamiz? Yurak markazingizni his qiling. Yurak markazingizni his qiling. Yurak markaziga to'rt qirrali piramida chizing. O'zingiz his-tuyg'u ko'zlaringiz bilan chizing. Yurak markaziga oq nurli to'rt qirrali piramida chizasiz. Qanaqa xayolingizga nima kelsa o'shani chizaverasiz. Aynan bu piramida sizga binafsha rangni eslatadi. Ayting, men Merkaba energiyamni uyg'otishga va uning himoyasidan foydalanishga tayyorman. Merkabani hozir biz uyg'otyapmiz. Bu bilimlarni biz kvant darslarida hech qayerda bermaganmiz. Hozir o'ng burningizdan nafas olasiz. Chap burningizdan chiqarasiz. 3 marta shu mashqni qilasiz. O'ng burningizdan nafas olayotganingizda siz Merkaba nafasini olayotgan bo'lasiz. Chap burningizdan nafas chiqarayotgan paytingizda esa hamma og'riqli holatlari chiqib ketayotgan. Davay boshladik. Nafas o'ng burundan, yaxshi emotsiyalar, yaxshi hayot, Merkabani kuchi kirib ketdi va nafas chiqaramiz chap burundan. Negativ uy-xayollar, og'riqli nuqtalar, kasalliklar, pulsizlik chiqib ketdi. Молодцы. Hozir takrorlang. Ko'z oldingizda nur. Ah, vah, vah. 5 marta takrorlaymiz. Ah, vah, vah. 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 Kosmik tilda gaplashdik hozir Merkaba bilan. Ya'niki Merkaba har doim menga qara va men energiyamni kuchaytir degan ma'noni bildiradi. Qisqa qilib aytilgan bu joyda. Merkaba har doim menga qara, menga ulan va men energiyamni kuchaytir. Men energiyamni yuqori olamlarga chiqar. Ayting baralla ovozda. Men kuchli, barqaror va himoyalangan Merkabaga egaman. Men kuchli, barqaror va himoyalangan Merkabaga egaman.
Men Mirkabamni uyg'otdim. Mirkabam har doim men bilan birga. Mening Mirkabam yorqin, oltin va binafsha nur bilan doimiy ravishda aylanadi. Men ilohiy ruh va jismoniy tanam o'rtasida to'liq muvozanatdaman. Mening Mirkabam meni barcha salbiy energiyalardan himoya qiladi. Men o'z Mirkabam orqali yuqori ong bilan erkin muloqot qilaman. Har nafasimda Mirkabam yanada kuchayadi. Mening yuragim markazida nurli portal ochiq va faol. Men yorug'lik, ruh tana oqimini qabul qilaman. Mening Mirkabam barcha chakralarimni uyg'otadi va tozalaydi. Men o'z Mirkabam orqali erkin sayohat qilaman, vaqt va makonni his qilib. Mening Mirkabam ichki tinchlik va qulaylik maskani. Men har bir daqiqada Mirkabam tebranishini kuchaytiraman. Mening Mirkabam ilohiy yo'l yo'riq ko'rsatadi menga va meni eng kuchli himoyachim. Men Mirkabam energiyasini kundalik hayotimga olib kelaman. Qanday o'zingizni his qilyapsiz? Davom etamiz. Men Mirkabam orqali qudratimni to'liq namoyon qilaman. Mening Mirkabamni sevgi va shukronalik nuriga to'ldiraman. Men Mirkabam bilan birga hamma hayotimni yarataman. Yaratuvchi bilan, yagona yaratuvchi bilan. Mening Mirkabam hayotimga muvozanat va osoyishtalik olib keladi. Men Mirkabamni kuchi bilan barcha maqsadlarga erishaman. Молодцы. Hamma judayam zo'r ishladi. Holatingiz haqida ta'rif bering. Bilasizmi, ko'p narsani anglay oldik, ko'p narsani anglay olmadik. Lekin qattiq iltimos qilaman, bugungi zapisni qancha eshitasiz shuncha eshiting. Chunki bugungi zapis orqali hayotimizga kerakli bo'lgan katta kalitlarni ochdik biz. Eshiklarni ochdik. Buni qaytadan eshitib, ko'p narsalarda hayotingizda to'g'rilanish mumkin, tiklanishi mumkin.
o'tgan hayotim yaqqol ko'rindi. Ajoyib munosabat savoli qiynar ekan meni. Ishlayman shu savolim bilan. Молодцы. Biz qanday savollar bilan karmik savollar bilan biz qanday ishlaymiz? Karmik savol o'sha insonni kechirib, o'sha vaziyat u uchun ham, siz uchun ham kerak bo'lganligini anglab, his qilib, butunlay borliqqa qo'yvorib, nurda eritvorib, har bir vaziyatda sevgi nazariyasida qarasangiz, bo'sh qo'yvorsangizgina u savolingiz, karmik savolingiz yechiladi. Boshqachasiga yechilmaydi. Siz nafrat his qilganingizda ham unda sevgi bor. Alam, jahl, hamma narsada o'zi aslida sevgi bor. Sevgi orqali savollarni hal qilasiz. Biz avvalo karmik savollarimizni hal qilishimiz uchun hayotimizdagi takroriy muammolar, munosabatlardagi uzoq davom etgan tortishuvlar yoki o'zingizda bloklangan his qiladigan programmalar, hammasi bilan ishlab qarab chiqishimiz kerak. Yoki bolaligimizda qanaqadir qolib ketgan qarzlar, hammasi qayta yuzaga kelaveradi. Aynan hozir nima sizga qayta takrorlanyapti? O'shalarga qarab ko'ring-da, o'sha savol bilan bir uyg'unlikda bo'lib, energetik, toza nur orqali tozalab ishlang. Qarshilik ketishi mumkin. Gaplashing, so'rang o'zingizdan, tinch holatda o'tiring. Bu karmik dars hozirgi hayotimga qanday xizmat qilmoqda? Qanday yangi qaror qabul qilmoqchiman? Nima sababdan bu vaziyat menga berildi? Eng yaxshi yo'l vaziyatni qabul qilib, tozalanish, ya'ni oq nurni chaqirib, karmik bloklaringizni yuvib tashlayvering. Oq nur mashqi. Yuqorida qildik-ku, judayam oddiy. Aytasiz, rahmat, men ozodman. Shunday oq nur bilan tozalab tashlayvering. Sevgi nuri bilan. Qanchalik ko'p shu vaziyatlarni ishlasangiz, tozalanib ketaverasiz. Hayotim sokinlikda o'tganini ko'rdim. Uyqum keldi, ko'rolmadim. Hamma joyimda qichish, uxlab qoldim orada. Himoya, judayam himoyaga kirib ketdingiz, Runa. Shuning uchun ham aynan shunaqa bo'ladi. Uxlab qolsangiz, uyqu bilan tortishmang, kelishib oling. Hozir men o'zimga uxlayman, hozir men seni uxlataman, keyin yana darsni eshitib, birgalikda vazifani bajaraman deb tana bilan gaplashing. Judayam sovqotib ketyapman. Uyim issiq, lekin men muzlab ketyapman. Protses. Mana, qarang-da, bizani har bitta hujayramiz, har bitta tanamiz eshitadi. Hammasi sizni his qiladi. Qachon
yuragingiz bilan, qachon ko'zingiz, burningiz bilan, qo'llaringiz, oyoqlaringiz bilan gaplashib ularga sevgi berdingiz? Biror bir joyingiz og'riganini qachon anglashdingiz? Har bitta organ, energiya u sizni his qiladi. Gapirishingizni, unga mehr berishingizni xohlaydi. Xuddi farzand onadan qancha mehr xohlasa, bizning organlarimiz ham xuddi shunaqa mehr bizdan xohlaydi. Yuzlaringiz, rahmat ayting, yorug'lik ko'rayotganligingiz uchun. Qaysidir bir taningiz og'rib qolsa, buyragingiz, oshqozoningiz, unga silab mehr bering. Qaysidir qilgan yomonligim uchun, qaysidir kimga qilgan bir zo'ravonligim uchun, kimnidir qaysidir joyda beni og'ritganligim uchun hozir san shunaqa qiynalyapsan. Lekin man hamma vaziyat bilan bir sinfxonga kelib olganimdan keyin, birlik onga kelib olganimdan keyin oz-moz menga vaqt kerak. O'shalarni hal qilib olay, sen albatta tuzalib ketasan deng. Chunki har bitta tana psixosomatikasi bor-ku bizada. Psixosomatika har bir organda. Man hozir haqiqatdan ham palonchini yomon ko'rib ketyapman. Haqiqatdan ham hozir yashaydigan hayotimdan ko'nglim to'lmay ketyapti. Haqiqatdan ham yomon ko'rib ketyapman farzandlarimni. Shuni hisobiga mani hozir yuragim yoki buyragim, belim og'riyapti. Shuni uchun ham hozir sen og'rib turibsan. Man oz-moz savollarim hal qilib olay, sen albatta tuzalib ketasan deb silab qo'ying. O'sha joyingiz sizni mehringiz bo'yinsin. Shunchalik ko'p mehrimiz bor-da bizlar. Даже organimizga bermaymiz o'sha mehrni. Shunchalik xasislik. Lekin hech xavotir olmang, 98% inson xasislikda yashaydi bu dunyoda, bu yer planetasida. So'zlarida, harakatlarida, pulida, mehrida, qo'lidan yaxshilik keladi-yu, berolmasligida, hammada xasislik geni qo'shilgan. Hech xavotir olmang. Просто o'shani to'g'rilashimiz kerak. Isomas ruhiy ustozim, Isomas missiyasi menda davom etar ekan. Qanchalik to'g'ri bilmadim, ishonch 101%. Zo'r. Eshikdan o'tishim bilan quyuq o'rmon tun. O'rmon qo'rqinchli emas. Qalbimga yoqimli o'rmon chetida, suv bo'yida sochlari qalin bitta o'rilgan chiroyli oppoq qizni ko'rdim. Qiz 20 yoshlarda. Negadir u ma'yus, osmondagi oyni shu'lasini suvga tushirib turibdi. Negadir qiz suvga qarab yig'lab o'tiribdi. Shuncha xohlasam ham sababini bilolmadim. Baxtiniso, qaysidir olamingizdagi hayotingizni bir lahzasi ko'zingizdan o'tgan. Man Akashiga borishda kutubxonaga Izabelni o'rmonga siz aytmasingizdan avval ko'rib bordim. Ko'rdingizmi, o'zi bizga ruhimiz olib bordi o'sha tuyg'ularni. Man aniq bildim, rahmat. Juda ham xursandman bugun sizlar bilan gaplashganimdan, ko'rishganimdan. Rahima, Dilafruz, Gulchehra, Nilufar, Karal, Firuza, Gul, Mehriniso, Shahnoza, Shahlo, Xurshida, Nargiza, Amirqulova, Hulkar, Siyus, Rayhona, Nilufar, Runa, Fortuna, Astronis, Zilola, Muqaddas, Iroda, Zilola, Baxtiniso. Rahmat bugun hamma efirda qatnashganlarga. Lekin man aytaveraman va aytishdan charchamayman. Zapisni qayta eshitib, hayotingizdagi ko'p vaziyatlarni to'g'rilab tashlang. Siz ongingizda, energiyangizda vaziyatlarni, savollarni hal qilsangiz, u moddiy hayotda to'g'rilanadi. Hammani yaxshi ko'raman. Haqiqatdan ham hozir qalbimda sevgi to'lib toshib ketmoqda, lekin
chap tomonda yurak yuladimi, o'sha yurak organida qanaqadir oz-moz og'riq, og'riqmi, nimadir turibdi. Qanaqadir blok bor shu joyimda hozir. Oppoq nurda albatta eltib yuboraman. Bu og'riqqa mehr beraman. Mehr bersa hamma narsa o'zgaradi. Даже siz mana oddiy misolga qarang-da. Haliyam ko'p narsaga ishonmaysizda. A, misol uchun chumolilar bir joyda to'planib turibdi deylik. Biz u chumolilarga chiroyli musiqani qo'yib bersak, u chumolilar yana kuchli harakatga kelib ketadi. Biz u chumolilarga qanaqadir kayfiyat tushiradigan og'ir muzikalar qo'yib bersak, ular holati yana yomonlashib boraveradi. Ko'ryapsizmi? To'lqin qanaqa atrofga ta'sirini o'tkazyapti. Bu to'lqin ta'sirini o'tkazadi. Siz to'lqinlaringiz orqali hamma karma hayotingizga ta'sir o'tkazib, to'g'rilab tashlashingiz mumkin. Qabul qilaman, tan olaman, qalbimdan joy beraman. Har bir orzuklarimni qabul qilaman, tan olaman, qalbimdan joy beraman. Butunlay sevgi energiyasi bilan to'yintiraman. Har bir kalit so'zlarni yozib oling. Zapisni eshiting. Men hozir zapisni joylashtirib qo'yaman. Holatingiz haqida yozib turing. Savollaringiz bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin. Qanaqadir psixosomatik savollar bo'ladigan bo'lsa ham, bemalol yozishingiz mumkin. Men psixosomatikaga o'qiganman. Har bir organ nima sababdan bizaga nimani ko'rsatyapti, bemalol tahlil qilib bera olaman. Keyingi efirlarda ko'rishguncha deb qolaman. Yuragingizdan o'tib qolaman.